Shu parda ilingandan keyin juda ko'p savollar keldi etagini qanday qilib tekis bichganimiz haqida. Hozir shuni ko'rsatib o'tamiz. Eshik pardamizning bantovkasining tikilish jarayonini esa bundan oldingi videolarimizda batafsil ko'rishingiz mumkin. Primerka joyimizga klentikiga qanday ilsak, o'sha holatda ilib olamiz va metrni qo'yib, orqasidagi portier bilan bir xil uzunlikda buni ham har bir skladkasini belgilab olamiz. Ya'ni bizda orqa portierimiz 2.97 mana shu turishi, buni ham xuddi shunday 2.97 dan belgilab chiqamiz. Chizish uchun siz klentlikda qanday taxlasangiz, xuddi o'shanday qilib taxlab olishingiz kerak bo'ladi. Yana bir usuli esa lazer yordamida ham tekis o'lchov olish mumkin. Lazerda nurlarini ikkinchi orqadagi portierimizni bo'yiga moslab olamiz va xuddi o'sha nur yordamida belgilab olamiz. Bunda lazerni qimirlatmaslikka, bir xil ushlab turishga qaratiladi e'tiborimiz. Xuddi shunday qilib endi bu tomonini ham belgilab olamiz. O'chadigan ruchkada belgi qo'yib chiqamiz. Mana portierimizni bo'yi bilan teng qilib belgilab oldik. Endi shu belgiga 5 sm qo'shib kesib chiqamiz va overlock qilib 5 sm qaytarib qo'yamiz. Bu kasoy bichilganligi uchun 5 ga 5 sm qaytarilganda tekis chiqmasligi mumkin. Siz itakchoq uchun necha qaytarsangiz, o'shani tushishingiz mumkin. Endi mana shu chizib olganimizdan buklab olib chiqamiz. Endi buni chiroyli qilib dazmol qilib o'tkazlarga ketkazib olamiz. Bilinganda o'rtasi to'g'ri turadi, ikki yoni esa nisbatan uzunroq bo'ladi. Biz buni belidan yig'ganimizda ikki tomonini o'rtaga tortilgani hisobiga etak qismi ham tekis ko'rinishga ega bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, iltimos ota-onamni duo qilib qo'ysangiz.